Ejderha vaqasi. Bir kuni Jamoat xavfsizlik idorasining materiallar tekshirish bo'limiga borsam, eshikdan birisi qo'lida lipopa tutib, Ali Yusuf xizmatini asliga keltirish to'g'risida iltimos yozib avatibdi, deb xatni berdi. Musa esa lipopni ilib ustal tortmasiga silib qo'ydi. Men uyga kelib o'zimga ajoyib bilingan bu xabarni uydagilarga deb berdim. Tavba qildim, Xudoyim, dunyo qandoq bo'lib ketdi? Bizni so'lab so'roq qilgan Anvar Jakulin o'zi turmada kasallikkan. Ali Yusuf bo'lsa xizmatdan haydilib, tövanga tushirilibdi. Men bu xabarni anglab, bekmo hayron bo'ldim, dedim. Uyga kelib o'tirgan mehmon mening ko'nglimni tushungandek so'zga qo'shilib, "Men sizga bir narsani so'zlab beray. Bundan 100 yillar avval Badavlat Turpanga bostirib kirib, Turpanni ishg'ol qilgandan keyin Badavlatning ba'zi askarlari xalqning chiroyli qizlariga chaqilib qo'yibdi. Shaharda qalaymaqonchilik chiqib, xalqning noroziligi qo'zg'alibdi. Chunki Turpan xalqi adab axloqliq, din diyonatlik, tinch xalq bo'lganlikdan ular bu ishga chidamasdan g'ulg'uli ko'tarilibdi. Shuningdan keyin xalq ichida jamoat beshi bo'lgan 8 odam Bejingga Badavlat haqida norozilik bildirib yordam so'rabdi. Bularning iltimosiga asosan Bejing hukumati askar avatib, Badavlatni yengib, Turpandan ularni qo'g'lab chiqargandan keyin Bejing hukumati Turpanni so'rashga boshlabdi. Bir kuni uqtirish chiqarib, bizni chaqirtib xat yozgan odamlar kelsin, bizning ularga berilgan mukofotimiz bor deb chaqirtibdi. Xalqqa bosh bo'lgan 8 odam kiyinib yosinib ziyofatga kelgandek yetib borganda Xitoy hukumati ularga "Sizlar o'z musulmonlaringlarning ustiga bizni chaqirtib kelgan odamlar, keyingi kunda bizning ustimizga mu boshqalarni chaqirtib kelishinglar mumkin", deb bu 8 odamni elib chiqib dorga osgan ekan. Bu mu ana shuning o'xshash tarixdan kelayotgan ish, dedi. Eshikdan kirgan mehmon bilan so'zimiz uzildi. Malchimizning o'g'li Anvar, shaharga kelgan edim. Sizlarni ko'rib o'tay deb kirdim, dedi. U o'ltirib dadamlar bilan xeyli uzun paranglashdi. Anvarning aksi Jangyung Jamihun to'g'risida so'zlashib etib, ejdaha to'g'risida qiziq bir voqeani eslashdi. Men ajablanib, ularning yeniga bordim va ishongim kelmay, "Bu rost bo'lgan ishmi?" deb savol so'rashga boshladim. Shuningdan keyin opam, "Bu rost bo'lgan, mening opam o'z ko'zi bilan ko'rgan, shu vaqtdagi butun odamlar biladi", deb so'zlab berdi. Bu shundoq bo'lgan. 1909-yili 3-oyning oxirgi mezgili opam cho'ng hadam Mag'rifani tug'ib 40 chiqmagan bir kuni soat 4 atrofida talada dapov, miltiq va po'jangzlar etib, jang so'qilib, vaqtsiz mezgilda ovozlari tovlashga boshlabdim. Shu arada opamning kichik fuksi Havzulla yugurib kirib, hada osmonda yo'g'on bir narsa uchib kelyotdi. Kishilar ejdaho kelyotdi deb qo'rqib, uni shaharga tushmasin deyishib, shundoq ovozlar chiqaryotdi. Musulmonlar masjidga yig'ilib Xudoyimdan so'rab, tilakda o'ltiribdi. Degandan keyin opam chiqib qarsa, kun betishdagi Qizil tog' tarafda shundoq yo'g'on narsa osmonda asta o'chib kelyotdi. Opamning deyishicha, u bizning tomoq yeydigan 10 kishilik yumaloq shiramizdan yo'g'on bo'lib, quyruq tarbi Qizil tog'dan chiqib bo'lmagan. Shunda qo'rqinchli narsa kelyotdi. Uning otning quluqidagi 2 quluqi va mushukning burutidek uzun burutlari sanqilab ko'rinib turadi. U beshini 2 tarafga burib yerga qarab mang'atdi. U shaharning ustiga kelganda shundoq sovuq shamol bilan kelib, talaga yaygan kirlar muzdek to'nglab ketib qoldi, dedi. Uni shaharga tushib qolmasa ekan deb butun odam qo'rqatdi. Kishilar kechacha uxlamay chiqib qarab turishdi. Sahar vaqti kelganda u xeyli uzab ketib, faqat quyruqi Burxon shahidining o'ylasining ustiga to'g'ri kelib, o'zi o'ng qo'l tarafga qarab burilib ketib. Tong otganda u butunlay ko'zdan yo'qoldi. Bir qancha vaqt kishilar og'zida u ejdaho Barkul tarafga ketibdi, Barkul ko'liga tushibdi degan so'zlar tarqalib yurdi, deb opam momamning ko'rganlarini so'zlab berdi.
Malchimizning o'g'li Jingyun Jamiyut armiyaga qo'shilib, Osman banditni tutish qo'shini bilan ularni qo'g'lab yurib, Chuman to'qqa kelib, ming taslikda taq chiqqanda qorong'u tushib shu yerda qo'nishga to'g'ri keldi. Havo sovuq shivirg'an chiqib turganlikdan dalada bo'larliq yer izlab bir eski tamliq tashlandi. Uylarga kelib shu yer qo'nibdi. Tang atqanda qarsa ular yo'g'an umurtqa ustixonning yenida yotqudek. Qatar tizilgan uy deganlarimizning o'zi umurtqa ustixonlar ekan. Jangyunning deyishicha, u qo'lini ko'tarib qarsa, qo'li yuqoriga yetmabdi. Bular mushu ustixon bo'ylab bir kun ot bilan yurib chiqibdi. Qarasa bosh ustixoni yo'q. Umurtqalarmi uzilib, parchanib ketgan ekan. Ularmi umurtqa tirilmasiga qarab, ejderhaning bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Jangyun uydagilarga so'zlab berganda, u ejderha 1909-yili Urumchidan o'chib o'tib, shu Chuman to'qqa tushib o'lgan o'xshaydi deb faraz qilishdi. 6-oyda Musa Isa "Manga materialingizni jamoat xavfsizlik idorasidan topolmay, Shabaxodan oldirdik. Tekshirib qarsak, sizlarni xalq rejimiga topshirib, qalpoq kiygizilmagan, xalq nazoratiga topshirilgan ekan. Biz sizning materiallarni nohiyalik jamoat xavfsizligini saqlash idorasiga avatib beramiz" dedi. Musa Isa'ning ochiq muomala qilganligini birinchi marta ko'rishim edi. U odam boshda bizga hayvonga tutgan pozitsiya bilan ishxondan ishni qo'g'lagandek qo'g'lab chiqardi. Ishikdan kirsak, nima yana kapslarg'u deb qo'pol so'zlaydi. 6 oydan keyin uning pozitsiyasi asta-asta o'zgarib, "Siz ukam" deb salomlashib, kulib so'zlaydigan bo'ldi. Men Musa Isa'dan hozir nohiyalik jamoat xavfsizlik saqlash idorasiga boraman, materialni o'zim ilib boray deb so'radim. "Yo'q ukam, materialni sizga bergili bo'lmaydi. Uni rasmiy qurolliq, ishonchlik bir harbiy odam mototsikl bilan ilib berish kerak. Sizlarga ko'tirtib avatib berolmaymiz. Har narsaning qonuniy rasmiyati bo'ldi. Siz nohiyalik jamoat xavfsizlik idorasiga atiycha borsangiz bo'ladi" dedi. Men ertesi saat 9'da nohiyalik jamoat xavfsizlik idorasiga yetib bordim. U yerdagilar menga hech qanday bir xush xabar yetkazdigandek emas. "Nimishqa kelding?" deb u yerning boshliq bo'lgan Xanzu qo'pol muomala qildi. Ko'nglimdagi xushalligim qaynab turgan qozonga suv qo'ygandek bo'lib, bu ishlar hal bo'lmagan o'xshaydi deb ko'nglim yomon bo'ldi va bu xushallik qisqa vaqtda kelgandek bilindi. Men uningdan "Tunugun jamoat xavfsizlik idorasi bizning materialimizni sizlarga avatib beramiz" degan edi. "Keldimi?" deb so'radim. U boshliq Xanzu so'g'uq qiyofat bilan "Ha, keldi, lekin biz uni Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik idorasiga qaytarib etdik. Ular sizlarga qalpoq kiygizmagan" deb yezibdi. "Ha, bizga seni avatganda yo'llagan materiallarda yozgan narsalarning birsi yo'q. U nereden keldi? Bu materialni biz yezib, qalpoqni biz kiygizmadik. Uningga biz javobgar emas. Biz sen kelganda avatgan materiallarni tanıymiz. Avval bizga avatgan materiallarni tepib, shu materiallarni tekshirib aniqlasin va javobgarligini o'z ustiga olsin. Ondan biz bu materialni yo'q qilamiz" dedi. Men paltisi ipi tushgan 6-dek ko'ngilsiz holda uyga qaytdim. Yana bir orliqlarda 6 oy xatirab vaqt o'tkazdik. Oktyabr bayrami oldida shahardan chiqib ketinglar, bo'lmasa bayram oldida harbiy holat bo'lib, nurg'un odamlarni yig'ishtirib elib ketadi. U vaqtda sizlarni yig'ib ketsa, qayta bu yerga kelolmaysizlar. Bir hafta Urumchi atrofidagi noya yoki yezlarga berib yushinib turinglar. Bayramdan keyin qaytib kelsanglar bo'ldi degandan keyin biz shu kuni hozirlanib Turpanga boradigan mashinani tepib qorong'u tushishi bilan minib ketdik. Qora mashinaning ustida ayol, yosh qiyri va kichik bolalar bo'lib 20 necha odam o'tirdik. Mashinaning usti tixmi bo'lib, oyoq uzatqudek yermi qolmagan edi. Say yo'liga kelganda sovuq shamol chiqib, mashina ustida o'tirgan hamma odam to'nglashqa boshladi. Bolalarning uyqusi kelib, ham to'nglab, so'zilib yotla olmag'ashqa yig'laydi. Bir mashinaning ustidagi 6 bolaning jidili hammamizni bearam qiladi.
To'nglig'inimdan ustimdagi kiyimlarim bir parcha latadek bilinib ketdi. Putlarim kuyishib, meningmi jinim siqilishga boshladi. Ba'zi odamlar yenidagi odamlarga beshini qo'yib, rohatlanib uxlab keladi va ba'zi odamlar to'nglig'andan mashinadagi chang bosgan berzentlarni ichib, tortib ustiga yopmoqchi bo'lgan edi. Atrofdagi odamlarmi benzin çatırının 3 uçlarından tartib, asta kirib soğuqdan özünü daldığaladı. Şundaq yol azapları bilan Turpanğa ming taslikda yetib keldik. U yerda Sajidaning tog'isi, mening dadamning bir nevra akisining qizi, opamning nevra hadisi bor edi. Biz ularda cho'ng hurmat bilan mehmonda bo'ldik. Bizni Turpanning 100 yildan o'shiq bo'lgan munarasiga elib chiqdi. Bog'larga, korizlarga elib bordi. Ve bir qancha to'ylarda, sünnet to'ylarida bo'ldik. Bir haftadan keyin Urumchiga qaytib keldik. Degandek Oktyabr bayramining oldida harbiy holat bo'lib, nurg'un odamlarni yig'ishtirib elib ketibdi. Oktyabr oyi bir kuni kechqurun Sajida ikkimiz hadisining sandan bo'yidagi uyiga bordik. Sajida shu yerda turadi. Uyda egiz, gavdalik, quyuq qora choch, qora ko'zlik, uzun qora qoshliq, yüz terileri ak bir adam o'tiradi. Sajida ochiq chiroy bilan ko'rishdi. Bu bizning cho'chaklik tatar yigitimiz, ismi Latif deb menga tanishtirdi. Men ko'rishib bo'lib, dalan uyda ishlayotgan hadisi Zaytunaning yeniga chiqib, paranglashib bir oz o'tirgandan keyin Sajidaga qorong'i tushguncha men qaytib olay, uydagilar ansirab qolmasin deb qo'zg'aldim. Sajida biz apirib qo'yayli deb cho'chaklik tonishini boshlab chiqdi. Senduk benim dünge gelgende Sajida, qarang'uda men yolg'iz qaytolmayman. Söyün, sen renjime, Latif 3. doktorxonaga borudu. Undan keyin sen qo'rqmaysan deb qo'shilishib kirib ketdim. Tanımagan bir odam bilan qelish menga bekmi qolaysiz bilindi. Qisildim. Latif mening qisilganimni sezsa kerak, o'zini konu tanishlardek tutib so'z boshladi. Ögey anam medeniyet inqilabida türmelerde yetib, salomatligidan ayrılıb qalgan edi. Men uni Urumchi doktorxonasiga elib keldim. Uzundan buyon davolanib kelyotdi. Hozir bir oz yaxshi bo'lib qoldi. Mening hozir mushu yerda ögey anam bilan bir nevra hadamdan boshqa hech kimim yo'q. O'z opam 60-yili doktorxonada xato ukol qo'yib o'lib ketdi. Dadam bo'lsa 69-yili og'rib, unimi Urumchiga 3. doktorxonaga elib kelgan edim. Oshqozon rak bilan diagnoz qo'ydi. Menga bekmi og'ir keldi. Cho'chakka elib ketdim. Shu yili 1-oktyabr kuni vafot bo'ldi deb ulug' kichik tinib bir oz turib, ondan so'zni davom qildi. Mening yolg'iz birla akam bor edi. U mu cho'chakdagi chegara vaqasida sabitga chiqib ketdi. Bizning tuqqanlar bek chiq edi. Dadamlar 6 o'g'il, bir qiz, opamlar 2 o'g'il, 2 qiz bo'lib, bularning hammasi hozir Savitda. 62-yildan buyon 2 mamlakat ziddiyadan keyin aloqa uzildi. Hech qanday bir xabar ola olmay qoldik. Deb ichidagi eg'ir besimni bildirmaslik uchun bir oz jim turib qilib, asta ulug' kichik tinib qo'ydi. Ondan menga qarab kulib, "Men siz bilan tanishganimga bekmi xursandman" dedi. Başta deyilgan so'zlar bilan aytilgan bu so'zmi menga samimiy do'stlar munosabatini eslatdi. Men ortiq so'z qilmadim, kulimsirab qo'ydim. Latif yana mengishni astiltib, menga qarab xijolatchilikdan tamtirganda qisilib turib, "Rostini aytsam, men sizni yoritib qoldim" dedi. Men hayron bo'lgan nazarda yuziga qaragan edim. "Men siz bilan umr yo'lini birga kechib, birga yashashni xohlayman" dedi. Kütünmegen bu söz meni o'diqtirib qo'ydi. "Yo'q bo'lmaydi. Men turmaga kirib chiqqanman. Qalbim bor. Rejimdagi odamman. Mening to'y qilishimga mumkinchilik yo'q" dedim. Latif xatirjam kulimsirab turib, "Men hammani bilaman. Ko'p bo'ldi. Sizning sirtingizdan har taraflama o'rgandim. Bütün ahvolingizni bilaman. Sizning mushundaq eg'ir kunlaringizda siz bilan birga bo'lib, eg'irliklarni tang ko'tarib, har ishda sizga yordamda bo'lishni xohlayman. Türmege salsımı men siz bilan birga borman" dedi. Shunday qilib tanishib yurib, bir-birimizni tushunishga boshladik. Uydagilar Latifni bek yaratdi. Orada ular ma'qul bo'lib qo'yibdi. Latif to'y tayyorligi uchun 12 oyda cho'chakka ketdi. Yangi yilda kelmoqchi bo'lgan odam 3 oyda keldi.
Latif qaytib berib idorasidan to'y xat elish uchun tonishtirish so'rasa, kimdir birsi meni turmaga kirib chiqqan aksal inqilobchi qalpig'i bor rejimdagi qiz deb idoraga aytgan o'xshaydi. İdaradagi boshliqlar sana loyiq qiz emas, sen uning bilan o'ynashingga ruxsat qilinmaydi deb 4 oy yursimi, tonishtirish bermay, eng oxiri shu idoraning sirtidan materiallar elib kelgan odam Latifning koni xizmatchi bo'lib, u Latifga sen men bilan yur, men idoraga material olaman deb idora tamg'asini besib, boshliqning qo'lini qo'ydirib tonishtirish qog'oz oldim. Shuning bilan birga men xanzucha tonishtirish yezib beraman deb Latifga tonishtirish yezib bergandan keyin kelib to'y xat oldim. Aprelda to'y qildik. Bizning to'y o'rib odat bilan o'tkazilgan ko'ngillik to'y bo'ldi. 29 aprel kuni Noyilik jamoat xavfsizligi idorasiga borsam, bizning ishlarimizni tekshirib bartaraf qilgan material kelgan ekan. Rasmiy qalpoq kiygizilmagan, xalq rejimi bekor qilinsin deb yezib avatibdim. Bu qitim milliy boshliq Haris Avzi bilan uchrashishga to'g'ri keldi. Men eshikdan kirishim bilan xo'sh xabar, ishinglar tekshirilib, Abdunum rayonlik jamoat xavfsizligi idorasidan uqtirish keldi. Men yangi avatilgan materiallarni qoldirib, burungi hamma materialni ko'ydirib etdim. Buni hech kimga demang. Unda qilsam, qalpoqni olgan bilan yana nazoratdan chiqib ketish qiyin edi. Bunda qilishim sizni Nansandagilarni qutuldirish edi. Endi sizga ular hech narsa deyolmaydi. Bu yaxshi bo'ldi. Sizni tabriklayman. O'tgan kunlar shuning bilan ketsin dedi. Haris Avzining ota-onasi bilan mening ota-onam yaqin tanish edi. Men rahmatlar aytib, uydagilarga xush xabar yetkazay deb oldirab chiqib ketdim. Bizning va Sajidaning oilalarida bayram kundek bo'lib xushal bo'ldik. Sajidamı 2 ayda G'uljilik Rabin Shakirov ismli bir tatar yigiti bilan to'y qildi. Uningmi to'yi ko'ngillik ham cho'ng to'y bo'ldi. Umu turmushda baxtli bo'ldi. O'tgan eg'ir kunlar ketgan bo'lsin, baxtli turmushinglar oldinglardan chiqsin. Sajida hozir ona bo'lishga hozirlanib yuriydi. Alloh buyursa, yil oxirida uning farzandi dunyoga keldi deb kutamiz. 23 may cho'chakka qarab yo'lga chiqdik. Zakiya, Latif, men uchimiz Latifning tonish shofiri Sa'idning mashinasi bilan shahar va yo'llarda to'xtab 3 kun deganda cho'chakka yetib keldik. Cho'chakka kirishdiki qora o'nkir degan yerga kelganda to'xtab yuz ko'zlarimizni yuvib atroflarni aylandik. Qora o'nkir degan yer cho'chakka kirishda tuz kelib etib, mashina sayga qarab tushganda sayning o'tirsida xeyli cho'ng bir o'stan eqib turadi. O'stanning suyi shundoq suzuk mo'ldir bo'lib, ostida toshlar, beliqlar ochiq ko'rinadi. Toshlarga urilib oqqan yerlari oppoq bo'lmasa, suv mo'ldirlab, qor suv bo'lib oqadi. Shu saydagi mashina yo'lining ikki tarafi uchi qo'shilmagan qo'yiq teraklik bo'lib, osmonni ko'rgili bo'lmaydi. Yozning kuni sayning ichiga kunning nurimi to'liq tushmaydi. Shuning uchun bu sayni qora o'nkir deb atab kelgan ekan. Sayning ichida turli gullar chechaklab, atrofga husn beradi. Teraklar orasida bas-basda sayravotganlar, qushlar sadosi, bo'libmi bulbulning go'zal sayrashlari odamning ko'ngliga xushallik bag'ishlaydi. Havoning sap ham yiqimliq, illiqligi meni o'ziga tortib, mushu yerda bir oz turg'im kelgan edi. Lekin Latif, uydagilar kutib qolmasin, yo'riqdilla yetib borayli deb oldirtib menib ketdik. Cho'chak bir qavat bino va g'o'ylalardan tuzilgan kichkina bir shahar bo'lib, qavatlik yangi silingan binolar yo'q edi. Faqat Hasanboy Janishevning soldirgan qizil binosidan boshqa ko'rsatalik chiroyli uylarmi yo'q. Cho'chak birli cho'ng ko'chilik shahar bo'lib, qolganlari o'ng'ul-do'ng'ul yasalmagan orqa ko'chalardan iborat edi. Shaharga qorong'u tushganda kelgachkimi ko'chalarda odamlar bekmo oz, yo'q deyarlik, jimjit shahar xuddi urushdan keyin qolgan bir shaharda ko'rindi. Biz Ozodlik ko'chasining og'ziga kelganda mashina to'xtadi. Birinchi nomerlik qo'rudan ayol, yosh qizlar bo'lib, 10 dak odam yugurib chiqib, qizqini deb mashinaning atrofiga ulashdi. Men ularning hammasi bilan salomlashdim. Oradan 3 odam, bir 2 ayol chiqib,
Sizlar mushu yerda bir oz hayal bo'lib turib, ondan beringlar. Biz oldin Söyinchiga borayli deb yugurib ketdi. Biz eshik oldida bir oz turdik. Shu arada u ko'cha bu ko'chadan bo'lib, Latifning tonishlari kelib biz bilan ko'rishib, xeyli odam yig'ilib qoldi. Biz 10 minutdan keyin qo'zg'aldik. Heliqi odamlarning ko'p qismi mashinaga chiqib va yamishib degandek biz bilan keldi. Qolganlari piyoda ketishdi. Mashina harbidak asta minib ko'rik beshiga kelganda garmon chelib bir qancha odamning bala miskinga jirlagan ovoz anglandi. Latif, Söyün uyimizga keldik. Ko'rdingmi? Ular bizning tuqqanlarimiz. Seni qarshi elib chiqib turdi dedi. Men xijolat bo'lib qisildim. Yuraklarim so'qib o'zimda bir oz qolaysizlik sezdim. Latif, Söyün xijolat bo'lma. Bularning barligi mening tuqqanlarim, o'z odamlarimiz, yaxshi kishilar deb asta shivirlab qo'ydi. Mashina kelib yo'g'an yog'och darvoza oldiga kelib to'xtadi. Garmon chelib cherlab turgan odamlar oldimizga kelib salomlashdi. Latifning bir navri hadisi Raziya appay mashinadan meni quchoqlab elib tushdi. U xushalligining ko'zlaridan yoshlar oqatdi. O'zi kulatdi. Xo'sh kelding deb quchoqlaydi. Hamma odamlar bilan ko'rishib chiqdim. Raziya appay meni quchoqlagan peti o'yliq boshlab mangdi. O'ylida kutib turgan odamlar garmon bilan cherlab Kempet hem gül çiçekleri bilen üstümüzden çaşkı çaşdı. Oyla xeli çoğun bulup, oylanın törüge yakın yerge silingan öyge başlap kirdi. İşik aldı da 2 metre ah rəxni payandaz yipip, onundan meni bastırıp elip kirdi. Men manğandan keyin materialni her bir adam irim qılıp yırtıp elişdi. Öyde mu çaşkılar çeçip qarşı aldı. Astı üstü öy taxtayliq yo'g'on chiroyliq öy bo'lib, 2 eg'iz öy liq mehmon edi. 2 uyga turli taomlar bilan dasturxon hazırlangan ekan. Mehmonlar xeyli uzun o'tirib paranglashdi. Latifning hadisining eri Samat Avzimu 5 namozliq, to'g'ri so'zlik, yumshoq ko'ngil, bek yaxshi odam edi. Ularning 2 o'g'il, bir qizi bo'lib, bularning tarbiyalik, aqlli, yaxshi bolalar bo'lib o'sibdi. Cho'ng qizi Mukash Meditsina institutiga o'qishga berish uchun hozirlanib yuribdi. O'g'li Jag'ar o'rta maktabni tamomlab, yana tarbiya olish uchun shahar go'ngshilarga tushgan ekan. Kichik o'g'li Rafat boshlang'uchda o'qiydi ekan. Raziya appay o'z hadamdek bo'ldi. Men ham o'z hadamdek ko'rdim. Ularning oilasi o'z oilam bo'ldi. Latif bilan mijozimiz qandoq bo'lar deb ansirgan edim. Biroq men ansirgandek bo'lmadi. Xarakterimiz, ko'z qarashlarimiz, hatto yaxshi va yomon ko'rgan narsalarimizdan tartib o'xshash bo'lib chiqdi. Ba'zida bizning o'ylagan fikrlarimiz bir bo'lib qoladi. Biz bir-birimizning ko'ngli ranjiydigan yeriga hargiz yaqin bormaydik. Shundaqla biz er-xotin bo'libla qolmasdan eng yaqin samimiy do'stlardan edik. Men cho'chak xalqini bek yoqtirib qoldim. Ochiq, oq ko'ngil, hamma odam bir-biri bilan do'stlardek yaqin, ochiq ko'ngil bilan muomala qiladi. Kishilarning keynidan g'ayvat qilib adovat saqlab yurgan odamni ko'rmadik. Ular bir-biri bilan o'z odamdek muomala qilishadi. Qo'lim qo'shlarimizdan qozoq, uyg'ur, tatar, xuizu va xanzularmi shu yerlik xalqqa o'xshash bo'lib ketgan. Ularning shu millatlarning qo'shilma aralashgan o'rtaq tili yana cho'chak tili bor edi. Hamma odam shu til bilan so'zlashadi. Men kelib 2 hafta ichida atrofdagi qo'lim qo'shnilar bilan tanishib chiqdim. Bizning Azat ismli o'g'limiz dunyoga keldi. Bola tug'ilmasdan burun dadam bizga bola o'g'il bo'lsa, etin Azat qo'yinglar. Chunki dunyoda insonlar uchun eng muhim va qimmatli narsa ozodlik, mustaqillik ekan. Huquqsiz odam hayvondami xor bo'lib qoldi ekan. Shuning uchun bolaning eti ozod bo'lsin, vatanga, xalqqa ozodlik kelsin, shuning simvoli bo'lib tursin deb xat yozdi. Bola dunyoga kelishi bilan Latif kishilarga ham Urumchigimi ozod o'g'lim dunyoga keldi deb suyunchi aytib telegram yozdi. Ozod bizning oilamiz uchun cho'ng xo'shallik ham oilamizning guli bo'ldi. Ozod o'tkir aqlli ham omoq chiroyli bola bo'lib o'sdi. Ozod 2,5 yoshga kelganda qizim Kafiyami dunyoga keldi. Bu bizning oilaga texmo cho'ng xo'shallik bo'ldi.
Bu kunlar Latif bilan ikkimizning hayotimizdagi eng baxtli kunlarimizning birisi desammi bo'ladi. Allohga shukr, bu ikki bola sog'lom, aqlli, ziyrak, tatliq ham go'zal bolalar bo'ldi. 76-yili yoz vaqti. Tushlik tamoqdan keyin Latif ishqi borg'ucha yarim soat uxlab olish uchun uyga kirib ketdi. Yaqinda Urumchidan kelgan dadam bilan opammu bir oz yetib chiqayli deb kirib ketdi. Men oshxonada Azatni uxlatib Bütün cho'chakka jaranglab, atrofdan motam muzikasi chalindi. Men anglab hayron bo'ldim. Nima bo'lgandi? Nima uchun motam muzikasi chalinyapti deb o'ylab ko'chaga chiqdim. Ko'cha jimjit. Xo'shimiz Kulimaning hovlisiga qaradim. Ularmi jimjit. Kelini Gulsum ishik oldida ishlab yuribdi ekan, meni ko'rib oldimga keldi. Nima bo'lgandi? Motam muzikasi chalinyapti deb so'radim. Gulsum atrofga qarab ehtiyot bilan asta ovozda "Mavjushi o'libdi" dedi. Men "O'lsa kessin" dedim. Gulsum kulib og'zini olqini bilan yepib kishilar anglab qilishdan qo'rqib yana atrofga qaradi. Bizning uydagilar rasmiy motam tutib yig'ilishib o'tiribdi. Motam belgisini bog'lash uchun qora mata topolmay uyni oqtirib o'ngtay-to'ngtay qilvatdi deb asta ovoz bilan pichirladi. Men uyga kelib turishimga qo'shnimiz Kuliman kirib, "Anladinglarmi? Mavjushi o'libdi. Bizning Dog'iston dadisi o'lgandek bo'lib, qorliq tutib o'ltiribdi. Senda bir qorlati bormikin?" deb kirdim. "Xudoyim, Dog'iston qiziq odam, ba'zi kichik boldek xarakteri bor" deb kuldi. Bütün shahar xalqi motam belgisi bilan qo'llariga qora bog'lab oldi. Ba'zi odamlar "Mavjushi o'ldi" deb chiqib, ko'chaning u beshidan bu beshiga unsilib yig'lab yurishdi. 2 kundan keyin Mavjushining dafni kuni deb hamma odam xalq maydoniga yig'ilib motam marosimini o'tkazdi. U kuni butun yoz ko'rilmagan issiq bo'ldi. Maydonda uzoq o'tirgandimi yoki rostdan qayg'u bilan hushidan ketguvchilar ko'p bo'ldi. Qutqizish mashinasi to'shib yetishilmay ketibdi. 77-yili men Urumchiga qaytib 2 haftadan keyin uyga bir odam kelib, "Sizni mahalla komitetidan chaqirdi" deb meni boshlab elib mangdi. Uydagilar yana nima ish bo'ldi ekan degan ansirash bilan qarab qoldi. Men borsam, ish boshqarish uyidagi 2 ayol, bir er kishi o'ltirdi. Men salomlashib kirib o'ltirdim. Ular biz 5-boshlang'ich maktabdan mas'uliyat egallash uchun keldik, dedi. Yuragim qat qilib qoldi. Qiyim shu yerda edi. Tashkilot ishini amdi chuvib yuramdigandi deb o'yladim. Biz Qiyim muallimning masalasini aniqlash uchun sizni izlab kelgandik. Siz Qiyimning tashkilotiga qatnashgan masalani va sizni qabul qilganligini ham ishlangan ishlar ustida bizga deb bersangiz dedim. Men siz nimani so'rayapsiz? Xatolashmagansiz. Men undaq odamni tonimayman va tashkilot degan narsadanmi xabarim yo'q. Tashkilot deb meni bir balaga tiqaydayotamsizlar. Mening Qiyim atoqliq birmi tonishim yo'q dedim. Ular bir-biriga qarab, "U odam sizni toniydi ekan-ku" dedi. Men "Yo'q, bu yolg'on. Ishonmasangiz meni yuzlashtiring. Yuring u odamingizning oldiga yuzlashish uchun borayli" dedim. "Siz rostdan tonimamsiz" deb hayron bo'ldi. Men "Yuzlashtiring. Yo'q yerda menga to'kmat ortmasin" deb ching so'zlab turib olgan edim. Ular "Biz yana tekshirib ko'rib, kerak bo'lsa siz bilan qayta ko'risharmiz" deb ketdi. Shaharga ko'chib kelgandan keyin Sofiya bilan G'aysha 5-boshlang'ich maktabga ishga o'rlashdi. Buningdan bir necha kun keyin maktab mudiri Oqib G'ayshadan "Siz Suyingilning singlisi ekansiz-a?" deb so'rabdi va G'ayshaga bizning maktabdagi Qiyim muallim Sharqiy Turkiston tashkilotini tozalash harakatida hadingiz ustida tashkilotga qatnashgan deb material yezib ko'p narsalarni pash qilgan edi. Men hadingiz to'g'risida burun xeyli so'zlarni olgan edim. U daslabida shu Sharqiy Turkiston tashkilotini qurib qo'lga ilingan ekan. Hadingizning turmadan chiqqandan keyingi ahvolini anglagan edim. Bu materiallar borsa, albatta yaxshi bo'lmaydi. Ular urib o'ltirib etishi va yoki qo'lga ilib ketishi mumkin deb o'ylab, uning materialini ko'ydirib etdim va Qiyimni er kishi turib irodasining bunchalik bo'shligiga ochchig'im kelib, uni shuning uchun yezig'i cho'shqi baqili tushirib etdim deb aytib beribdim. Heyt kuni kelib men bilan ko'rishib ketdi.
78 yili qish vaqti. Latif doktorga ko'rinish uchun Urumchiga ketgan edi. Ko'p o'tmasdan el ichida Sovet hukumati Sharqiy Turkistonga bostirib kiradigan degan so'z tarqalishga boshladi. Keyin bu so'z rostdan aylanib, idora va har bir o'rinlardan odamlarni cho'chakdan yo'tkab ketish uchun hozirlandi. Latifning idorasidan kelib menga bizning idoraning odamlarini To'mir tomga elib ketimiz. Latif yo'q. Siz hozirlaning, yordamga odam kerakmi deb uqtirish qildi. Men ularga uşaq balalar bor. Bu soğuqda hech yerga qo'zg'ala olmayman. Latif kelsin dedim. Har bir idora o'rinlaridan belgilangan yerga ko'chadiganligini uqtirdi va ba'zi idoralar ko'chishga boshladi. Xalq urush xavfi bilan jiddiylashdi. Tuli Durbilchindagi kishilar tag'ar unlarni talqon qilib, yog'larda qo'rib, elib urushga oldirib hozirlandi. Xanzular bo'lsa Xitoy o'lkalariga qarab qochishga boshladi. Bizning yenimizki Gongshida bir Xanzu oilasi 7 bolaning eng cho'ng ikkisini elib kichik 5 bolani tashlab qochib ketdi. Ba'zi Xanzu kadrlar bolalarni qochirib ketkizgan edi. Bir qancha bolalar yo'lda to'nglab o'lishga oz qilib, doktorxonalarda bir qancha oy davolanib chiqdi. Ba'zi Xanzular yaqin o'tgan milliylarning uylariga so'g'atliq qimmat narsalarni ko'tarib kirib, agar dushmanlar bostirib kirib qolsa, sizlar bizga yordam qilib, bizni yo'shirib qo'ysanglar deb o'tinib kirganlarmi ko'p bo'ldi. Menmu har ehtimolga hozirlik bo'lsin deb bolalarga paxtliq kiyim tikdim. İş mashinasini ishlatish uchun Raziya apayning uyiga kirsam, o'zim bolalarga paxtliq palay tikib o'tiribdim. Meni ko'rib, "Senmi urushga hozirlik qilay deb adamsan?" deb kuldi. Ikkimiz urushlar ustida xeyli uzun paranglashdik. Raziya apay menga 3 viloyat inqilobidanmi jangchilarga mushundaq palay paxtliq paypaq tikkan edik. Paxtliq palay tikib etib, shu vaqtlar yodimga keldi deb so'zlab berdi. Bütün cho'chak xalqi 3 viloyat inqilobiga qatnashgan edik. Yoshlarning hammasi qiz o'g'il demasdan jang maydonlariga atlandi. Yoshqi cho'ng ham uşaq bolalari bor ayollar guruhlarga bo'linib, bir guruhdagi ayollar urush maydonidagi jangchilarning kiyimlarini yuyib, tugmalarini qatab, dazmol silib urush maydoniga yo'llaydi. Yana bir guruhdagilar paxtliq, palay, paypoq ham kiyimlarini tikib hozirlaydi. Yana bir turkum ayollari jang maydoniga tam mashlarda bolqonallar pishirib jangchilarga ozuq yetkazib beradi. Yoshqi cho'ng erlar ot harvasi bilan urush maydoniga kerakli narsalarni to'shiydi. Kecha-kunduz vazifani o'rlash uchun tirishib ishlaydik. U chaqda hamma xalq bir oilaning bolasidek inoq yashaydik. Urush vaqtida butun odam o'zini javobgar deb bilib, barliq ishni mas'uliyatchanlik bilan ishlaydi. Bütün shahar xalqi g'alaba kunini intizorlik bilan kutgan edi deb so'zlab berdi. Shundaqla hozirgi bu zimiston qish kuni urush bo'lib ketsa, qanday qilamiz deb bütün xalq ansirgan edi. Biroq bu do'qin keyin yo'q chiqdi. Sovetmi bostirib kirmadi, urushmi bo'lmadi, lekin xalqning ovora bo'lgani qoldi. Heliqi hozirlangan talqonlar qizib ketib, yigilib olmay isrof bo'ldi. 78 yili Latif shaharga atrofdagi Gongshiga ketgan edi. U qaytib kelib mendan 73 yili Nansanda bo'lgan bir voqeani harbiyga borgan Husan degan Xvizu bolaning harbiy qo'shinda voqea tug'dirib o'lganligini so'radi. Uning ota-onasi cho'chaklik bo'lib, men borgan shu Gongshida turadi ekan. Men ularni ko'rib keldim dedi. "Ha, yodimga keldi" deb men anglaganlarimni so'zlab berdim. Nansanning janubiy tog' harbiy saylarida harbiy qo'shinlar o'rlashgan edi. Chavchizi sayga eng cho'ng harbiy qismlarni joylashtirgan bo'lib, u yerga musulmonlardan 4 yosh yigit harbiy vazifa o'tash uchun kelgan. Qolganlari Xitoy o'lkalaridan kelgan Xanzu harbiylar ekan. Ular faqat harbiy vazifa bilan kelgan bo'lib, keyin Sharqiy Turkistonda qilib qelish uchun elib kelingan Xanzular edi. Bu 4 yigit Xanzular bilan to'ng'iz go'shi bar tomoqni yeyishni xohlamay, o'zlariga ayrim musulmon oshxonasida halol tomoq yeyishni talab qilgan. Shuning uchun ularga bizning harbiy tuzumimizga qarshi chiqdinglar, partiya mavjushiga qarshi chiqdinglar deb bir qancha kun kurash yig'inlarini ichib, ularni qattiq kurash qilib, qalpoq kiygizib, Xanzular oshxonasida birga yeysizlar deb ularni talablarini rad qildim.
Bu 3 milliy bir tungan yosh yigitlarni qattiq besim ostiga ilib qo'yibdi. Tungan yigiti Husan tamoqmi yemay jim bo'lib qoladi. Barliq Hanzu harbiylar bu 4 yigitni zangli qilib g'ururiga tegishga boshlabdi. Bu kishilar og'zidagi so'zlar uningdan boshqa ishlar bormi bilmadik. Shu arada kechilik dijurni, ya'ni postda turish vazifasi Husanga keldi. Husan bu 2 soatlik post vaqtida butun iskilotdagi qurollarni g'o'ylining o'tirisiga isilingan potayning ustiga to'shib, hamma qurollarning birini qo'ymay elib chiqib bo'ladi. Uning dijurlik vaqti to'shib ikkinchi odamga o'tkazganda, Husan bugun mening hech uyqum kelmayotdi. Sening vazifa vaqtingni men o'tay, keyin almashib ishlarimiz debdim. U dijurlik kelgan harbiy yigit uyqusini ocholmay ma'qul, keyingi navbatda sening uchun men turay deb kirib ketibdim. Husan butun tayyorlik bitganda cho'ng kapitan boshliqlar yotgan yotoqqa kirib, pilimot bilan 9 boshliqning hammasini etib o'ltirib bo'lib, potayning ustiga chiqib, atrofda buningga qarshi chiqqan butun harbiylarni qirib o'ltirishga boshlabdim. 4 tarafdagi pilimotlarni yurib etib, ham granatlarni tashlab, nurg'un harbiylarni o'ltirib bo'ldi. Buni tutish uchun potayning yeniga kelganlarni birnimi yaqin keltirmasdan etishga boshlagandan keyin heliqi 3 milliy bolalarni avatibdi. Ular Husanga qurolni qo'y, o'q chiqarishni to'xtat deb kelganda, o'lgin kelmasa ket deb tovlabdim. Orliqda 2 soatlik vaqt o'tibdi. Tong yoribdi. Atrofdagi butun Gongshi xalqlari urush boshlanib ketdi. Qechinglar deb bola chaqlarni elib tog'larga qarg'ay orasiga qechib yo'shinishga boshlabdi. Bular qurolsiz qilib shaharga telefon orqali yordam so'rab kutgan. Bu orliqda nurg'un odam o'lib, nurg'un odam yaralanib ketdi. Husan hech to'xtamasdan etib, eng oxiri o'q ham granatlardan bir narsani qolmaganda o'ziga deb hozirlab qo'ygan tapancha bilan o'zini etib o'ldi. U o'lgandan keyin Husanning jasadini yerga ilib tushib, uning jasadiga har bir odam nayza tiqib, uni qiymichin qilib tashlaydi. Husan o'lib 10 minutdan keyin shahardan bir qancha mashina qurolli harbiylar va doktor mashinalari kelib, qattiq yaralanganlarni shaharga doktorxonalarga to'shib, og'ir bo'lmaganlarni Gangodagi Gongshi doktorxonasiga to'shiydi. Gongshi doktorxonasining butun bo'limlari, koridorlar hatto talog'icha tizilib ketdi, dedi. O'lgan o'liklar Chavchezadagi har bir o'rinning iskilotlarga, qo'ral qo'ydigan uylarga sig'may, o'liklarni birining ustiga birini qo'yib, bir hafta ichida yerlab tug'talmagan deb angladik, deb singlim Firdavsi bunday ahvolni ko'rmagachga bakmo qo'rqib hayajon ichida so'zlab berdi va qozoqlarning ba'zilari nima degan botur, qaysar yigit desa, ba'zilari uni tilidi, dedi. Cho'chakimmi 20-25 yil turmada tarimda yotganlar turkum bo'lib qaytishdi. Kamolatga to'shqan go'zal yoshlik vaqtida ketgan botur yigitlar oqbosh, oqsoqol, majruh bo'lib, bo'g'ay bo'lib qaytib keldi. Ularni ko'rgan cho'nglar vahshiy siyosatning zulmi ostida azob chekib kelgan bu qarindoshlarga qarab ichi og'rib, ba'zilari yig'lashdi va ba'zilari ularning ko'nglini yasash uchun tirishib yaxshi so'zlar bilan ularga umid tug'dirishga tirishadi. Ularning bu shahardagi urug' tuqqan ota-ona, xotin bolalari birsimi qolmasdan Sovetga chiqib ketgan. Shundaqla ularning qo'ra joy, makonimi, hatto xarajat qillarlik pulimi qolmagan edi. Ular shuncha uzun yillarni boshqa bir tiyin pulsiz ishlab, butun yoshligini, kuchini, salomatligini tugatib ishlab, kun ko'rarlik moli qolmagan, hech qanday iqtisossiz quruq qo'l o'z yerlariga qaytargan. Tonish bilishlari vaqtliq o'z uylariga elib kelib qarashdi. Hech kimdimi ortiq iqtisod yo'q. Har kim o'z turmushini bir kunligini bir kun o'tkazib yashayotganda ularni qancha vaqt tutib tura olishi mumkin? Bir kuni Latif bilan ikkimiz bozordan narsa olib kelish uchun ketib bordik. Keynimizdan bir mas odamning Xitoy kommunistlarini mavjudini og'ziga kelgan so'z bilan tillab kelayotganini anglab, ikkimizmi keynimizga burilib qaradik. Latif, "Hey to'xta. Bu
Xayrullahu deb u odam bizga yaqinlashguncha menga tanishtirib, bu Tarimdan yaqinda qaytgan Xayrullah bo'ladi. Bu yosh vaqtida bekmi o'tkir, tirishchan, aqlli yigit bo'lgan ekan. U 17 yoshida savdo shirkatining buğaltırı bo'lib, shundoq yaxshi ishlab yurganda, uning jinoyati bor deb uni qo'lga olib, butun ho'ylisini uydagi barliq narsalarini musodara qilib, ota-onasini ho'ylidan qo'g'lab chiqarib, barliq narsani ilishga setib, xiyonatga yotqizib, Xayrullahni Tarimga ilib ketibdi. Keyin xiyonat degani nohaq bo'lib, pullarni yerimidan ozni ota-onasiga qaytargan ekan, ammo Xayrullah avzini qaytarmabdi. Ota-onasi amal qilolmay, o'zlari silin vaqtida Sovetga chiqib ketadi. Xayrullah avzi shu peti 18 yoshidan boshlab turmada qoldi deb aytib bo'lmasdan, ikki qo'ltig'iga tayoq qistirib olgan, yermas yuzlardan dunyodan to'ygan, umidsizlik, hasratlik qiyofati bor o'tir bo'yliq, sochlari tamoman oqargan, yuz ko'zlariga qo'riq bosgan bir puti meyib bir odam tillab vaqirgan peti yenimizga yetib keldi. Latif uningga "Assalomu alaykum Xayrullah avzi, salomatmisan?" deb salom qildi. U qo'lni egiz ko'tarib, Latifning olqiniga birini qo'yib salomlashdi va yana og'zini buzib, xanzurlarni tilashga boshladi. Latif: "Hey Xayrullah avzi, nimishqa bunday qilsan? 25 yil deganda orang qaytib kelding. Yana ilib ketsa, butun umring tugaydi emasmi? Diqqat qil" dedi. U: "Men shuni kutaman, ilib ketsin. Tortishadigan nimam qoldi? Ota-onam yo'q, xotin bola yo'q, bir qo'rsaqdan chiqqan qarindoshlarim yo'q, turar joy makonim yo'q, ishlashga ish yo'q, ovqat qilg'ili pul, salomatlik va yo'l yo'q. Hayotning men uchun nima qiziqi qoldi? Shu kofir Xitoylar bo'lmasa, mushu kunga qilamdiq. Hayotimdagi barliq narsalarimdan meni ayirdi" deb ho'ngrak aytib yig'lab ketdi. İçim ağrıp, meningmi ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlarim to'kildi. Buningga qandoqmi tasalli berib, nima yordam qilish mumkin? Ko'nglim shundoq yomon bo'ldi. Uyga qaysam, Samat avzi bizga: "Garmonchi Husayn avzi Tarimdan qaytib kelibdi. Men berib ko'rishib keldim. Bekmi qerib ketibdi. Salomatligimi ancha yaxshi emasdek ko'rindi. Qara do'ngda bir o'tikchi tatar boy bor edi. Shuning uyida turibdi. Men uni ata bizning uyga mehmonga chaqirib qo'ydim. Garmonga bekmi usta. Dunyoda uningdek garmon chaldigan odam yo'q desimmi bo'ladi. Yuraklarning ichidagi inchiki qillarini tavritib, munglantirib chaladi. Uning chalg'inini anglasang, shunda bilasan" deb maqtab qo'ydi. Husayn avzining so'zi tugamasdan eshikdan jag'ar kirib keldi. Kiyimini yechib etib, "Bugun Qaridongda bir harvoning eti apqichib ketib, Husayn garmonchini dasab ketibdi. Uni ko'tirib o'zi tushgan uyga olib qo'ydik. U turgan uy kichkina qorong'u uy ekan" dedi. Samat avzi tirikmi o'zi harvo narini besib ketibdi deb so'radim. "Jag'ar hozircha tirik, belidan besib ketibdi" dedi. Samat avzi berib xabar elish uchun chiqib ketdi. Ertasi Husayn avzi vafot bo'libdi deb tonish bilishlardan bir qancha kishi berib, jinozasini tushirib, ko'mib qo'yib keldi. Nima degan ichinarliq ahvol. 30 yilga yaqin turmada yetib, endi ozod bo'lib, cho'chakka kelishi bilan bir hafta bo'lmasdan vafot bo'lib ketdi. Kishilar u bechoraning tuproqi mushu yerda ekan, tuproq tartib elib ketdi deb ichinib so'zlashib qo'ydi. Husayn avzi yoshligida bekmi usta garmonchi ham chiroyli tarbiyalik yigit bo'lib o'sgan ekan. Husayn avzi bo'lmasa to'y o'tmaydigan bo'lib, har marikini qizdirish uchun haroqqa zo'rlaydigan. U haroqsiz turolmaydigan va ayoli bir o'g'il, bir qizi bor go'zal oilasigami qarg'udek holi qolmay haroqqa kirishib ketib, eng oxiri haroqni ko'p ichidi deb qo'lga ilib Tarimga surgun qiladi. Xotin bolalari ota-onasi Selina vaqtida Sovetga ketmoqchi bo'lib, Husayn garmonchini ilib ketish uchun qancha iltimos qilsa-mu, talablari rad qilinib, amalsiz ular Husaynni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Mana shuning bilan Husaynning 25 yillik umri Tarim cho'ligida surgunda xor bo'lib o'tadi. Bu mu ichinarli hayotlarning birisi. Bundaq begunoh Tarim
Çöllikidan chiqqalmay tuproq ostiga ko'milgan odamlar azmi? Mushundaq vayron bo'lib, ümidsizlik hayotda yashayotganlar uy makonsiz, xotin balasiz, urug' tuqqansiz, barliq narsadan ayrilib vayron bo'lganlar azmi? Mana kichkina cho'chakka tarim turmalardan qaytquchi baxtsiz insonlar bilan shahar xalqi g'ulg'ula kelib, butun odam o'zining bor narsalarini ko'tarib, ularga yordam qilish niyatida yugurishib yuriydi.